hakerlar yokida kimdir egalik qila olmaydi. Chunki u yerdagi ma'lumotlar men xavfsiz saqlaganman. Lekin Trust Wallet hamyoniga kirish uchun 24 talik so'z beriladi. O'sha so'z orqali men dunyoni xohlagan joyimdan, xohlagan vaqtida mana shu hamyonimga kirib, o'sha yerdagi pullarga egalik qilishim mumkin. Bu 24 talik so'zni men afsuski Telegram izbirinisiga yoki alohida bir qog'ozga yozib qo'ymagandim. Bular meni telefonimda, ya'ni iPhone'imda zametkasida joylashgan edi. Mana shu narsadan juda qattiq qo'rqdim va tezda borib, telefon do'koniga borib, iPhone sotib oldim. Afsuski, iCloud'imni ulaganimdan so'ng, buni iPhone ishlatuvchilar yaxshi bilishadi. U yerdagi ma'lumotlarni bulutdan, ya'ni iCloud'dan ko'chirib olish imkoniyati bor. Kontaktlar chiqyapti, ba'zi bir rasmlar chiqyapti, SMS'lar chiqyapti. Lekin afsuski, u yerdagi zametkadagi ma'lumotlar yo'q. Men juda qattiq tushkunlikka tushdim. Shunday qilib 2009-2010-yilda yo'qotilgan Bitcoinlar kabi meni shaxsiy kripto